стаканчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь и нравится она. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Идет по кругу, аксакалы смотрят мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Хоть бывает здесь и тесно, чайхана, ты чудо-рай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напивай. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qozog'istondan kelgandek, Ha. Qarsamlar Rossovanda qilib tursiz shu. Ovozingizning to'ri va uning ustiga yaxshi-ku. Men endi nima dey? Bo'pti, bir bilet tashlaydi sizga. Rahmat. Benim ismim Almjan Zulfiqarov. Ben Qozog'istondan keldim. Almuta şehrinden, Almutlu oblasının Avad degan yezisidan. Ben kim deyman? İşim demem. Olimjon. İşkimiz şu, hiç işimi demey turib olmayman. Şöyle gapirsin. Olimjon, rahmat. Bu naqshning meni bilishimcha avji bor deymi? Çay, xana çay, na vostoge deyapti. Öz naşlı bu naşlı yok, onu iletken. Sen elvatganmi, asli yo'qmi? Ya. Azroq pul lozim bo'lib qilib evjini setib etgandigina. Ovozingizning va shunday chiroyli aytdingiz. Birlikda shu yuqoriroq bir yerga kelganda azroq ovozda chiqmaslik bo'lib qoldi. Azroq yari. Shuningga endi men deganki, o'sha talant sahnasiga, ya'ni mushininki talabiga yana azroq abay deganda bir taraflar menimcha azroq yana kam deyman. Yana texmi bir to'liqlasangiz, texmi yaxshi bo'ldi. Endi siz shunday jiroqdan, Qozog'istondan mishaga kelib, talant sahnasiga qatnashyapsiz. Shuning uchun ko'p rahmat aytaman, lekin kechirsiz abay qilman degandek azroq talablarga azroq kam bo'lib qolganlikdan men sizga bilet tashlay olmayman. Kechirsiz. Rahmat sizga. Apay yuqorida aytayotganda sizning ovozingizning haqiqatan bir alohidaligi bor ekan. Bu tarafda yaxshi. Agarchanda o'zingiz ijodiyat qilib, mana shu ovozingizning alohidaligi bo'yicha aytgan bo'lsangiz, menimcha ma'noda yaxshi bo'ladi deb qarayman. Şunlaşqa sizga bilet tashlay olmadim. Balkim sizga bundan boshqa talantingiz bor ya. Naqshdan boshqa talantingiz yo'qmi? Gapmi qilamamsiz?
Unutulak olsun öyle o adamın ensirtip. Olimjon, rahmat g'ayratingga. Hamda talant sahnesida nomerlarni shunday mayirlarni shallaymiz. Mushu kunuk shallaydi hamda. Eng oxirida 10 odam qolgacha 400 odam shallanib ketadi. Shunlashqa hamma mayirlarning ota-onalarining yoki qarindoshlarining yoki do'st birodarlarining yoki shu mayirlarning oila to'g'atlarining bu xizmatimizni to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Olimjonning texmi tirishishini, texmi buningdan keyingi talant sahnalarga talanti bilan hamma nomerlarni to'liq deb kelishini umid qilamiz. Olimjon, sana bir bilet tashladim. Mübarek olsun.